Red Sea 1124, contact Tashkent Control 133.3. Goodbye. Assalomu alaykum. Men Raupova Mohigul Akmaljonovna. Havo harakatini boshqarish aviadispetcheriman. 12 yildan beri shu sohada ishlab kelyapman. Борис, 36 минут, тур 354. Sohaga ishga kirish uchun Black'dan o'tiladi, psixotbor o'tiladi bizada, angliskiy уровеньga topshiriladi. Topshirib bo'lgandan keyin yana собеседование bor. Bu o'zimiz soha bo'yicha savol-javoblar bo'ladi. Savol-javoblarni o'tib, hammasidan keyin ishga qabul qilishdi. Stajirovka o'tiladi bizada. Stajirovkadan keyin savol-javoblar, testlar, svидетельство olish uchun, klass olish uchun imtihonlar bo'ladi. Yana esimda, shu kichkinaligim paytimda adam o'zlari bilan meni olib kelganlar. Bu sentr hali yangi qurilgan payt bo'lgan. Juda qiziqarli bo'lib ko'ringan. Shunga so'rashsa, aviadispetcher bo'laman deb aytardim. Shu kasbni yaxshi ko'rganim uchun ham o'qib, bitirib, Xudoga shukr shu joyda ishlayapman. Birinchidan meni o'zim mana shuncha yil ishlayman-da shu sistemaga. Meni xohishim yo'q ediki, shu mana qizim Mohigul bu yerga kelib dispetcher bo'lib ishlashiga. Endi sababi nimaga deganda, birinchidan bu ish ответственный ish, mas'uliyatli. Odam nima bilan ishlaydi-da, bunga ответственный очень, с другой стороны опасно говорят. O'sha uchun men xohlamaganda endi. U o'zi yo'q dedi, men yuristdan bo'lmayman, menga keragi yo'q yurist deb shu sohaga bir o'zi bordi. Shu ekzaminga kirib ketdi. Endi bitta ikkita tanish bolalar ham bor edi bu bilan. Ular chiqdi, bunisi chiqdi, bu yo'q. Ana переживание. Keyin bittasidan so'radim, bu yoqqa dedim, san shunaqa guruh. Men shunaqa qiz dedim, nimaga chiqmayapti desam, mana bunaqa narsa kelgan edi. Ha desam, u dedi, hammasini bo'ldi dedi. Ikkita uchta bolalarga yana yordam beryapti ekzamenga dedi. Shularning masalasini hal qilib beryapti. O chiqadi dedi. Keyin chiqdi-da pashta. Chiqdi. Rezultat положительный. Shu bilan kirib ketib maktabni bitirib, keyin magistraturani o'qidi. O'sha yana byudjetda uni tugatib, keyin ishga joylashdi. Shu bilan mana ishlayapti. O'zi davolang qilamda shu. Biz ham endi nima qilamiz? Bahor bo'ldi deb har zamon maslahat beramiz. Bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Shu bilan ishlayapti o'zi davolang. Bu aviadispetcher sohasida ayolni erkakni o'zini требованияsi bir xil. Birinchidan masalan til bilishi talablari bir xil. Til bilishi, mantiqiy fikrlar olishi. Ayol sifatiga kelganda endi ham ish bilan oilani eplab ketish endi sekin-sekin vaqti bilan kelsa kerak. Bu narsaga aynan какой-то qanaqadir talab yoki sxema bu narsa yo'q-da bu narsa. Endi bu основной oila tarafdan agar qo'llab-quvvatlashsa, o'sha narsani ayol kishi eplab ketish oson bo'ladi. Bir xil ishlab, men bilan har bitta ishxonada ayol degan bir erkak degan emas, bitta ish bo'lsa, yana shu ishga ulgurib, bu uy ishini ham ona sifatida o'rni juda katta. Men lekin bilmayman, agar Mohigul bo'lmasa nima qilardik. Haqiqatan ham bu haqiqat. Men juda nima desam, xursand, juda faxrlanaman shunaqa xotinim borligiga. Har doim tayyor hamma narsaga, uy ishiga ham, ishda ham juda men xursand. Shu darajaga yetib kelishimiz sababchisi ayolim bo'ladi. Soha juda ham qiziq. Javobgarligi katta bo'lgani bu sal anaqa bo'lsa kerak, qiyinroq tarafi bo'lsa kerak. Chunki bizning vazifa havo harakatini xavfsizligini ta'minlab berishda. Birinchi o'rinda shu samolyotlar uchyaptimi, har bittasida konflikt bo'lmasligini oldini olish, yoki kerakli ma'lumotlarni berish,
Keyin bundan tashqarida нештатный случай, аварийный случайlar bo'ladida, shular qiyinroq. Yoqadigan tomoni birinchidan smenam, ishchilarimiz, birga ishlaydigan kollega, jamoamiz, kasbdoshlarimiz juda bir-birimizdan yaxshi kelishamiz, birinchi o'rin. Ikkinchidan, shu sohani o'zi men uchun qiziqdi, ishlash jarayoni. Shu dialog olib borish, komanda berish, какие-то informatsiya kerak bo'lsa pilotga berish, xavfsizligini обеспечить qilish, полный anaqalarni ko'rib, analiz qilish. Juda qiziq. Qiziq tarafi juda ko'p. Bu ish paytida bilinadi-da. Eng oxirgisi mana shu pan-pandim nima degan anaqa больной passajir mazasi bo'lmay qolgan. O'zi dальше ketish kerak edi. Zonamdan o'tib ketish kerak edi. Chiqdi, aytdi, birinchi marta menda mana shu narsa bo'ldi-da. Signal именно pan ishlatgani Toshkentga перенаправлять qildik. Решение ekipaji edi bu. Xavfsizligini ta'minlab berdik. Qo'nishdi. U yog'iga yaxshi o'tib ketdim. Yana uchib ketishadi. Shu endi har xil случайlar bo'ladi. Tikish bitishni yaxshi ko'raman. Dizaynerlik anaqasi bo'yicha yoshligimdan bu narsa tikishga, ko'ylaklar, yubkalar har xil. Endi qizlarga shularni tikib, yaqinda endi rasm chizish imенно anaqasi bo'yicha, dizaynerlik bo'yicha kiyimlarni o'shalarni chizish, har xil busidan sumkalar yasash. Endi shu narsalarga qiziqaman kichkinaligimdan. Haligacha bor. Bu narsani yo'qi bo'lmaydi. Hozir har bitta dispetcherdan so'rasangiz, biz bu yoqda mana ishimiz juda anaqa ответственный katta ish bo'lsa ham, lekin hammani ikkinchi jihati bor-da. Hamma nimagadir qiziqadi. O'zini qiziqishi, ijod taraflari bor hammada. Bo'ladigan dispetcherlarga qo'rqmasdan maqsad qildinglarmi, olg'a borish, niyatiga yetish. Buning uchun to'g'ri mehnat talab qilinadi. Taslim bo'lmaslik kerak. Eng faxrlanadigan narsam shu o'zimiz shu kasbni tanlab ishlayotganim, erisha olganim. Shu keyin farzandlarim borligi. Nimaki bo'lsa Xudoga shukr. Baribir hammasi просто так emasda, Xudo значит shu narsani to'g'ri ko'rgan, shu narsa kerakki, shu narsani qadriga yetish kerak. Adam dispetcher bo'lib sabab bo'lganlaridan ham xursandman. Меня зовут Ансар, и я сейчас буду говорить, какая же у меня прекрасная мама. Моя мама всегда мне помогает с домашней работой. И всегда, если я в чем-то проигрываю или получаю двойку, или так далее, она меня успокаивает. Она разрешает много, старается выполнять то, что она сказала. Она заступается за меня. Если я говорю, что у меня какие-то проблемы, она может сказать, решить их. Вот. Это самое главное. Моя мама меня записывает на всякие курсы, чтобы я развивался. И до футбола она меня тоже записала. Она меня всегда поддерживает, идет на соревнования, где я выиграю, и для нее выигрываю трофеи. Например, у меня много медалей и 1 кубок. У мамы напряженная работа. Она говорит на английском и записывает меня на курсы английского языка. У диспетчеров очень сложная работа, потому что если бы они бы сказали бы что-то неверное, самолет бы упал бы. Когда человек много работает, приходит уставший, это можно понять, потому что я тоже учусь много. Это можно понять, и главное просто ей отдохнуть, и все нормально. Я в будущем хочу стать футболистом. А мама хочет, чтобы ты стал? Диспетчером, пилотом. Ну, не, пилотом. А как ты думаешь, ты в будущем можешь поменять свое мнение и стать диспетчером? Нет. Почему? Потому что я люблю футбол с 5 или с 4 лет. Ну, что-то из 3. Либо пилот, либо диспетчер, либо стюардесса. Что из этого? Ну, точно не могу сказать. Цените авиадиспетчеров. Ну, как сказать, у них самая важная работа, по моему мнению. У пилотов тоже, но в основном авиадиспетчер уже дает контроль,
над самолетами. Это главное, так что их надо ценить. У них очень сложная работа. Могут сутками работать, чтобы просто кто-то доехал до какого-то. Вот. Она хотела быть авиадиспетчером, но она стала авиадиспетчером, и ей это приносит удовольствие. И это главное. Asosiy yutug'im bilmadim, qiziq savol berdingiz. Asosiy yutug'im shu yerda ishlashim, manimcha, ishlay olishim. Chunki kundan kun baribir yangi, o'ziz uchun yangi narsani ochasiz, yangi narsani o'rganasiz. Baribir odam to'xtamasligi kerakda. Dальнейшем baribir planlarim bor, boshqa narsalarni ham o'rganish, o'zim uchun niyat qilganlarim bor. Shularni birgalikda olib ketish. Endi o'zimni bu yutug'im deb maqtanish sal noto'g'ri bo'lsa ham kerak. Endi birov aytsa bilmadim.